Men 3 kun Qashqadaryoda mehmon bo'lsam 3 kun. Uyga kelib 1 oy go'sht yemayman. Ya to'g'risi. Mana shu 1 oylik go'shtni men Qashqadaryoda 3 kunda yeb olaman. Ha? Faqat go'shtda, faqat go'sht. Eng qizig'i, kechqurun uxlasangiz tushingizga ham go'shtga kirib chiqadi. Nima ham tushimda ham go'sht ko'p ko'ryapman desangiz, ular shu mehmonni yastig'ining tagiga ham go'sht qo'yib qo'yar ekanda. Yarim kechasi uyg'onib ketsa, qorni och qolsa olib yeydi. Ha? Men qo'ygan joyim mana shu Qashqadaryoliklarning, Surxondaryoliklarning uyida noni bo'lmasa ham go'shti bor-da. Ya to'g'risi, non bo'lmasa ham go'sht bor. O'sha go'shtni ham mehmon kelsa olib chiqib qo'yadi. Ana shunaqa mehmon do'st voha. Gap yo'q.